Xonadoniylarga $26 atrofida mana bunaqa alkafon qildirgan bo'lami deylar yoki-da mana bunaqa tunikafon qildirasizlar 135 ming so'mdan. Qadrdonlar, bu xizmatimizni Andijon shahrida xudo xohlasa qilib bermoqdamiz. Oq rangi, mokriy rang ishlatganmiz, juda ham skromniy holatda qilib yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Sizlarga ham mana shunaqa chiroyli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Xo'p, quyida raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Xudo xohlasa aloqaga chiqsanglar, navbatdagi tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Narxi ham juda ham hamyonbop. Atigi 135 ming so'mdan qilib beramiz qadrdonlar. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ishimiz xudo xohlasa go'zal holatda chiqdi. Mana bu joylariga lampochkalarni keyin qo'ydirib olar ekan, elektrik o'zi qo'yar ekan bu yerga. Xohlasanglar lampochkalarni olib kelsanglar, o'rnatib ketaveramiz. Xo'p, do'stlar. Xudo xohlasa juda go'zal chiqdi. Narxi necha pul ketdi do'stlar? Kommentariyada yozinglar. Mana shu darvozaxonamizga.